O'lim shunday bir Alloh taoloning hukm qilib qo'ygan hukmiki, qachon kelishini banda bilmaydi. Qayerda kelishini bilmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo bir bandani jonini muayyan bir joyda olmoqchi bo'lsa, shu bandani o'sha joyga bir hojatli qilib qo'yadi. Ish shu boradi, joni shu yerda olinadi. Ajal quvibdi. Yo'q, ajal quvmaydi, ajal kutib oladi. Biz o'zimiz qul innal matallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qo'rqib qochayotgan o'lim sizlarning ro'paranglardan chiqadi deydi. Tabriklayman. Nihoyat o'zingizni tanlashga qaror qildingiz. Endi birovlardan yordam kutmaysiz. Chunki cho'kayotgan kishini somon qutqarmasligini anglab yetdingiz. Teshik kema ijaraga olinmasligini ham bildingiz. Uni safar ulovi emas, o'lim tuzog'i ekanini tushundingiz. Endi boshqalarga ortiqcha baho bermaysiz. Ular nimaga loyiq bo'lishsa, shuni berasiz. Sizni sig'dirmaydigan makonni tark qila olasiz. Sizga yuzaki munosabatda bo'lganlarga endi men xotiningni qalbiman. Sen har safar unga baqirib xafa qilganingda, uni tushunmay har narsada ayblaganingda men sinaman palakat. Men xotiningni miyasiman, u emas, sen tovuq miyasan, tushunding? Men seni qurt bosgan miyangdan ancha aqlli va super moshni kompyuter deyman. Uni yagona ahmoqligi seni tanlagani. U mendek super miya bilan senga chidab kelyapti, rahmat degin. Men xotiningni qo'llariman. Qachon men ham osh-ovqatdan, idish-tovoq tozalashdan dam olaman. Qachon men ham normalniy ayol qo'liga Degim, shukr borsiz. Yonimda darddoshim, vafoli yorsiz. Men uchun hamisha viqorli tog'siz, gohida bir og'iz so'zimga zorsiz. Jahlingiz chiqsa ham olib kelasiz. Esi yo'q yoringiz unutgan nonni. Gar tobim bo'lmasa kuyib yonasiz. Eslasam kulaman har dam shu onni. Bu hayotda nimalar bo'lmas. To'qchilik ketar u yo'qchilik.